insonda hamma narsani tanlash imkoniyati bor. Odamlar o'ziga Xudo tanlayapti. To'g'rimi? Bizlar alhamdulillah olamlar Robbisini Alloh deb, Robbim, Xoliqim, Roziqim deb tanladik. Buni o'zimiz tanlaganimiz yo'q. Xudo bizlarga shuni tanlatdi. Qalbimizga shuni singdirdi. Ko'rmadik. Qalbimiz ko'rib turibdi. Inshaalloh shu ko'zimiz bilan ham ko'ramiz inshaalloh. Shu ishonch bo'lish kerak. Albatta ko'ramiz. Jamolini va'da qilgan Xudo xolisa, ana shu ko'rmasdan hozir izlayapmizmi Xudo xolisa? Fatulubni tajrini. Meni izla, meni topasan degan. Men yashirin xazina edim. Yashirin xazina. Hech kim bilmas edi meni qayerda, qanday ekanligimni. Men o'zimni oshkor qilib sizlarga o'zimni tanitdim. Siz tanishtirishdan maqsad deydi, o'zimni oshkor qilmoqlik edi deydi. Bildirmoqchi edim xalqqa deydi.